Akalar, bizlarda ikkita yangi mashinamiz, bittasi Damas, bittasi Labo mashinamiz. Ikkalasi ham yangi ekan. Bu mashinalarimizni polni salon qilib beramiz. Shumkasidan boshlab polni salon peretyashkasigacha qilib beramiz. Qisqacha davom etasizlar. Bu mashinamizni saloniga, Labo mashinamiz saloniga keladigan bo'lsak, kuzatishda davom etinglar. Ichini menimcha hali hech qayerda qilinmagan rangdan qilib bermoqchimiz. To'g'risi, Instagramlarda juda ham ko'p o'tiramiz, reels ko'rib, lekin bunaqa salon menimcha yo'q. Rangi menimcha bitta bo'ladi deb o'ylayman. Kuzatishda davom etinglar. Xullas, shumkalardan boshlab to'liq salon qilib beramiz. Niyat qilib qo'yinglar, sizlarga ham mana shunaqa yangi mashinalar hammaga nasib qilsin. Damas mashinamiz, bu Damas mashinamizga faqat shumka emas, salon peretyashka qilib beramiz. Bizlarga salon peretyashka ko'pchilik narx so'raydi. Narxga keladigan bo'lsa, agar har xil chiqadi salon qilish. Qilaman desangiz, 1000, 1500, 2000 dollar ham mana shu mashinamizga tiqsa bo'ladi. Damas mashinamizga ko'pchilik kommentariyaga negativ bildiradi. Nima kerak buncha rasxod, bu Damas bo'lsa, bu eshak, ot bo'lib qolmaydi. Xullas, har xil gaplar bo'ladi-da. Bilmadim endi ularga nima deyish kerak. Damas mingan odam ham Malibu'ni biladi, menimcha. Shunday deb o'ylayman. Shunchaki ham ko'tingga tiqding bo'ldi-da. Xullas, akalar, Damasmi, Jiguli bo'ladimi, farq yo'q. Любой mashinani qilib beramiz. Negativ gaplar kerak emas. Negativ gaplardan to'g'risi odamni charchatadi. Yo'qmaydi. Yamonga biron kishi yo'qmaydi. Xullas, mana shu Damas mashinamiz tayyor bo'ldiki, bitta obzor qilib boramiz narxlari bilan. Labo mashinamiz akamiz bizdan anchadan beri kuzatar ekanlar. Xullas, olib keldilar. 2-3 kunlarda mashinalarimizni bitkazib beramiz. Xullas, kuzatishda davom etinglar. Yangiliklar qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Sifatli qilishga ishlarimizni. Hammasi sizlar uchun. Qo'llab-quvvatlab, like bosib, podpishkaga bo'lasizlar.